Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube ahli. Bugun sizlarga mana zo'r video qilaman. Sizlarga juda ham manfaatli bo'ladi. Bugungi uyimiz hozircha sotilmaydi. Bu ta'mirlandi. Firuz chiroyli qilib, asvejit qilib berdik. Yengilgina qilib, nechta pul ketganini hozir aytamiz. Bu oshxonamiz bo'lyapti. Firuz tushuntirib berasan endi nima ish qilganlaringni bu yerda? Tak, bu yer polimiz taxtadandi. Pol taxta edi. Qo'par tashladikda, steshka qilib, polni hammacha to'pli pol bo'ldi. Bu yerlar hol koridor oshxonamiz kafil bo'ldi. Kafil bo'ldi. Xonalarimiz laminat. Xonalarimiz laminat. Do'kontirni o'rnatding, yo'q? Do'kontirni o'rnatildi. Men arizon ham qo'yilgan zapas. Oshxona mebel almashtirilmabdi do'stlar, shu turish o'ziniki qolibdi. Hali remontdan so'ng uborka bo'lgani yo'q, biroz nima bo'lishi mumkin. Uborka qilinsa chiroyliroq chiqadi. Bu yerimizda kafillarni qo'par tashladikda, boshqatdan 60 ga 120 kafil terib, patrolni oqlar. Bu yerda ham to'pli pol bormi? Yo'q, bu yerda yo'q, ha? Bu yerga qilinmadi. Mana bu yerlarda bor. Bu yerda to'pli pol, xonalarda bor to'pli polimiz. Xohlasa radiatorni ishlatsa bo'ladi, xohlasa to'pli pol ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu devordagi aboylarni yuvsa bo'ladimi? Bo'yishimi aboylarimiz bemalol yuvilsa bo'ladi. Agar to'pli pol kerak emas desa, mana bundan foydalansa bo'ladi. To'pli polni o'chirib qo'y, faqat shuni ishlatsak bo'ladi. Chunki do'stlar, bugungi uyimiz birinchi etajda bo'lyapti. Ko'pchilik birinchi etaj sovuq, zax deydi-yu. Hamma joyga to'pli pol qilgansan baribir. Xo'p, zalni ko'rsatamiz. Demak, eshiklar ham alishgan. Ha, eshiklar ham yangi qo'ydik. Elektrika polni yevromontaj bo'lgan. Bu yerda yevromontaj qilindi, hammasi noldan qilindi. Hammasi noldan qilindi. Xo'p, zalimiz. Ixcham ikki xona ekanda, o'zi ham yosh oilalarga juda mos ekanda. Ha, shunaqa. Tak, bu yerda ham shu laminat qilingan, to'pli pol qilingan, radiator qo'yilgan. Mana bunaqa lyustra illik, patologlar kraska, devorlarimiz avval qilindi. Ikki xona g'ishlik domlan ekan do'stlar. Bugungi uyimiz Parsizda, Gagarinda desam ham bo'ladi. Bir qadam Parsiz vokzal, Gagarin uchalasi o'rtasi bo'ladi. Birinchi etaj. Yengilgina asvejit qilganiga hozir so'raymiz qani nech pul ketibdi bu uyga? Nech pul ketdi? Bu uyga $3000 ketdi. $3000 pul bilan mana shunday holatga keldimi? Hamma narsa ichidami? Hammasi ichida. Stol puli, material, hammasi. Faqat mebellardan tashqari. Na, mebeldan tashqari. Zo'r yomon emas, $3000 ga mana shokoladcha bo'lgan raymonchasi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman do'stlar. Bu uyni balkim sotuvga chiqarishimiz mumkin. Hozircha noma'lum. Yana bir ikkita mebellar kelish kerak deyapti. Yo'q. Sotilish aniqroq. Prosta tayyor emas hali sotuvga. Hali bor. Mebellar kelganlarni qo'yish kerak. Mebel to'liq bo'lsa, keyin chiqaramiz sotuvga. Strali mashinka bor, televizor, yana ozgina xarajatlar bor. Inshaalloh Xudo o'zi yaqin kunlarda bo'lib qolar. Bo'lgandan keyin narxini taxmin qilib qoldiringizlar, faqat videosi chiqquncha, lekin joyi, lokatsiyasi zo'r. Markazda g'ishlik domdan birinchi qavatda bo'lyapti. Birinchi qavatlik hech qanday zarar joyi yo'q, chunki to'pli pol bor. Mana Firuz chiroyli qilib remont qilib bergan. Agar mana obunachilarimiz sotib oladigan bo'lsa, bir joy bir narsa qilsa, agar elektrika bo'lami, santexnika bo'lami, ustozini kamchilik qilsa, mana o'zi shu yerda. Kelib to'g'irlatib beraveradi. Garantiya shu yerda. 6 oy servis xizmati. 6 oy servis xizmati bor. Mana shunaqa gap do'stlar. Videoni qo'llab-quvvatlaymiz. Ha, Firuz bilasizlar yoki yangi obunachilarim bilmasligi mumkin. Uy ta'miri bo'yicha mutaxassisimiz. Bizani o'sha uy ustasi loyihamizda boshlig'i bo'ladi. Polni Samarqand shahrida hovli bo'ladimi, kvartira bo'ladimi, hammasini ta'mirlab berishda o'zini xizmatini ko'rsatib kelyapti. Agar foydalanishingiz mumkin, xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib, ekrandagi raqamlarga telefon sizni shaxsan Firuz o'zi ko'taradi va sizlarga ta'mirlash bo'yicha yaqindan yordam beradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmat juda ham sifatli, yuqori darajada, narxlar esa hamyonbop narxda kelishilgan holda bo'ladi. Shunday. Shunaqa. Obunachilar chiroyli qilib bergan. Nasib bo'lsin. Telefon qilaveramiz. Hammaga rahmat do'stlar, kuzatishda davom eting.